Zomin tumani O'zbekiston Respublikasi Jizzax viloyatining janubiy sharqida joylashgan. Tuman 1926-yil 29-sentyabrda tashkil etilgan. 1962-yilda Jizzax tumani bilan birlashtirilgan bo'lsa-da, 1964-yilda yana mustaqil tuman sifatida qayta tiklangan. Zomin tumani shimolda Zarbdor, g'arbda Baxmal va Jizzax, sharqda Yangiobod tumanlari, janubda esa Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. Tumanning umumiy maydoni 2,87 ming kvadrat kilometr bo'lib, aholining asosiy qismini o'zbeklar tashkil etadi. Shuningdek, qirg'iz, rus, tatar va tojik millatlari vakillari ham istiqomat qiladi. Zomin tumanida ikkita shaharcha, Dashtobod va Zomin hamda 11 ta qishloq fuqarolar yig'ini mavjud. Qadimgi Zomin borasida tadqiqot o'tkazgan arxeolog olimlarga ko'ra, Qo'rg'ontepa nomi bilan mashhur bu yodgorlik eramizdan avvalgi 2-chi, eramizning 6-chi, 7-chi va 12-chi asrlarda faoliyat ko'rsatgan qo'hna Zomin shahri o'rdasi qoldig'i hisoblanadi. Zomin so'zining kelib chiqish haqida aniq bir manba yoki qat'iy fikr bo'lmasa-da, tarixiy ma'lumotlarga ko'ra Zomin shahri qadimda Sarsanda, Susanda, Sabza nomlari bilan ham atalgan. Ba'zi ma'lumotlarda shahar Zomin suv soyining har ikkala sohilida joylashganligi aytilgan. Bu esa nomning suv manbai bilan bog'liq bo'lishi mumkinligiga ishora qiladi. Zominning tabiati nihoyatda go'zal. Tuman hududidan Zominsoy, Achchisoy va Peshag'arsoy kabi soylar oqib o'tadi. Bu suvlar dehqonchilikda sug'orish manbai sifatida keng qo'llaniladi. Zomin o'zining go'zal tabiati va toza havosi bilan mashhur. Zomin tog' o'rmon davlat qo'riqxonasi hamda Zomin milliy bog'i bu yerning faxridir. Ayniqsa, Zomin sanatoriyasi nafas olish kasalliklarini davolashda butun O'rta Osiyoda tanilgan maskan hisoblanadi. Shu sababli Zomin tumanida turizm va dam olish maskanlari keng rivojlangan. Zomin bu nafaqat tarixiy va madaniy boy hudud, balki tabiati, tog'lari, oromgohlari bilan O'zbekistonning eng go'zal maskanlaridan biridir.